Türkçe gaplashasizmi, men o'zbekcha. Ya, o'zbekcha ham, turkcha ham gaplashamiz, farqi yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizdan 3 yil oldin Mehmet aka, ya'ni turk vatandoshi bizdan 7 Pro mashinasini xarid qilgandilar. Aka, necha kilometr yurdingiz hozir? Hozir 60 kilometr. 60 kilometr yurdingiz. O'zingizning fikringiz, hadoyi, mashinani qanaqa holatda hozir? Misol 60 ming kilometr yurdingiz. Hozir endi hamma do'stlarimga tavsiya qilaman, mana bu yerga olib kelib, endi xohlasa 8 Pro olamiz. Hadoyilari ma'qul keldimi aka sizga? Bitta ma'qul, qulay, yaxshi. Qulay. O'zbek tilida yoraveradilar gapirish. Ular bilan sheriklari ham olishuvdi. Bittalari 8 Pro, bittalari 7 Pro olib ketishdi. Bitta tanishlarimga ham, o'zbeklar ham, do'stlarimlar 8 Pro, 7 Pro oldirdim. Keyin 8 Pro o'rtog'imga oldirdim. Yana bitta o'rtog'imga oldirdim 8 Pro. 8 Pro. Hozir yana bitta olamiz. Ular cherik oilamiz, hammamiz bitta odammiz. Turk vatandoshi bo'lsangiz ham, kelsangiz sizlarga ham xudo xolasa chiqazib beramiz. Muammosi yo'q. Aka, necha yildan beri ishlaysizlar o'zi? 20 yil bo'ldi. 21 yilga o'tyapti. O'zbek tilida yoraverasiz sizlarga. Hammani avtosalonda kutamiz. Ikkinchi vatan. Hammani avtosalonda kutib qolamiz. Namangan shahri nomerada aka? Nomeradi. Hammasiga tavsiya qilamiz. Gap yo'q.